Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan navbatdagi avtomashinamizni tezroq ko'ramiz. Oldingi safar sizlar bilan L7 avtomashinani ko'rgandik, tezroq qilib. Bugungi videomizda sizlar bilan L8, Dongfeng L8 avtomashinasini tezroq qilib ko'ramiz. Ushbu avtomashinaning yumshoqligini, salon qismini, hadovoy qanaqaligini sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Avtomashinamizning birinchi eng yoqqan tomoni korobka peredachasi Evrostandart hisoblanadi. To'liq rulga joylashgan, o'tgan. Ushbu avtomashinamiz gibrid hisoblanib, 200 km tokda 1200 km umumiy yurish masofasiga ega benzin bilan. Avtomashinamiz motori 1,5 atmosferniy, lekin shunga qaramasdan 95 benzin qo'yganimiz ma'qul. Chunki Evrostandart motor hisoblanadi. Yurishlari yaxshi. Hech qanaqa shum, zvuklari yo'q salon ichida. Avtomashinamizda lyuk va tepa to'liq panorama bilan jihozlangan hisoblanadi. Salon qismini qisqacha tanishtirib o'taman. Salonimiz kichkina tablo mini ekran bilan jihozlangan hamda o'rtada umumiy boshqaruv uchun mo'ljallangan bir ekran bor va bar qismida bespirodniy zaryadka qismi ham joylashgan. 3 xil rejimimiz ushbu avtomashinada mavjud: Eco, Sport hamda Komfort rejimlar. Bundan tashqari elektr, gibrid va avto uni o'zingiz bemalol tanlasangiz bo'ladi. Rullar juda ham yumshoq. Ancha komfortli mashina. O'zi Dongfeng avtomashinalarini biz bilamiz. Hadovoy jihatdan ham, komfort jihatdan ham juda ham ma'qul. O'zi Dongfeng zavodi anchadan beri avtomashina sohasida yangi kompaniya emas. Ya'ni anchadan beri ishlab kelayotgan kompaniyalar hisoblanadi. Ularni biz Furalarini bilamiz. Katta Kamazlarni bilamiz. Avtomashina sohasida yangi bo'lmaganligi uchun ham hadovoylari juda ham yaxshi deb hisoblaymiz. Agar avtomashinani yumshoqligini, uni komfortini agar qaysidir mashina bilan solishtiradigan bo'lsa, agar GM bilan solishtiradigan bo'lsa, bu GMdagi har qanaqa avtomashinadan ko'ra yaxshi mashina. Agar BYD yoki boshqa shunga o'xshagan o'zini segmentidagi avtomashinalar bilan narx borasida o'zini segmenti bilan solishtirganda, ulardan o'tadi. Avtomashinaning komforti hamda u beradigan komforti u mashinalardan o'tadi. Ushbu avtomashinani siz hozirda 28500 dollar evaziga yoki 3 oydan 36 oygacha nasiya savdo shartlari evaziga xarid qilishingiz mumkin. Xaridingizga bonus sifatida esa sizga rusifikatsiya xizmatini qo'shib beramiz.
Da. 1, 2, 3. Ushbu avtomashina narx tomonlama BYD chempionlar bilan narxi bir xil. Lekin ham BYD chempionni ham o'zimiz sotganmiz. Uni xarakteristikasini juda ham yaxshi bilamiz. Bu mashinalarga qaraganda hozir lekin bu mashina menga ko'proq yoqib turibdi. Ham ходовой tomonlama, ham narxi tomonlama ham arzon BYD chempionlardan. Bu narsa esdan chiqmasligi kerak. Ham komforti ham ancha-muncha qulay. Nima desam bo'ladi? Ana hozir Yamalaga tushyapmiz. Ko'ryapsiz o'zingiz. Da. Salonga o'zi o'tkazmayapti. Da. Mana Yamalaga hozir yurib ko'ryapman, tushib ko'ryapman. Ataylat emas. O'z yo'llarimiz yama. Lekin salonda hech qanaqa ortiqcha shum yo'q. Juda ham yaxshi.